Demak, chimchilash, tuplash, enadan ketish bo'lmasin. Bo'ldi, tushundik. Ba, ukajonim menga qara, qo'lingni sindirmoqchi bo'laman, lekin sindirmayman, qo'rqma. Bo'ldi, aka, tushundim. Demak, jang boshlandi. Astagina pragib berib, Jasur Taysonni bo'ynini sindirmoqchi edi, ammo lekin Jasur ham Qashqadaryoda har kuni go'sht yeb katta bo'lgan bolalardan ko'rinadi. Juda ham baquvvat ekan. Uni Odilxon yuta olamanmi? Yo'q deb, aka deb baqira ketdi, ammo lekin ukam hazillashmagan, men bilan deb aytgandim-ku dedi. Aka, bu meni birinchi jangim, bu ukam qo'ylaringni normal yashaylik, iltimos. Hazillashmoqmiz, aka. Bu hazil emas, bratan. Chiqib ketaman hozir. Chiqib ketaman. Oyog'ingiz orasiga qisib olganingiz qarang. Ukam ukalaganman, pochkamga urma deb baqira ketdi Odilxon. Bo'ldi, ukalarim, turlaring, mayni oshini yig'ishtirib bo'ldi. Kim yutganini aytaman. Odilxon bu boyda yutdi. Malades. Ukam, Tayson, ukajonim, hammasi normal bo'ladi. Bugun choyxonada o'tiramiz, hammasini gaplashamiz. Ukam, birinchi jangi atak omad tilayman senga, ukam. Bo'ldi aka, gap yo'q, hammasi normal, birat musulmonmiz-ku. Qo'ling normalmi, ukam? Zo'r aka, chotki hammasi. Aka, telefoningiz. Demak, to'xtab turing, gapirib olayman. Demak, meni telefonimga SMS kelibdi. Muxlislar, yutgan pulingizga nima qilasiz? Yutgan pulimga kommunalga to'layman.